Hammaga assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, qanaqasizlar, yaxshi dam oldinglarmi? Xayrli kech, o'zim orqali sizlardan nima gaplar, jonkalarim, to'jalarim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy, negativ. Anaqadan lichkadan har xil yozilayotgan negativlar o'rtoqlar. Men sizlarga yomon gapirmadim, hech narsa demayman, hech kim bilan ishim yo'q. Har xil narsalar yozmanglar menga, xo'p jonlarim. Hecham men bilan ishinglar bo'lmasin, katta xotin bo'lamanmi, yosh xotin bo'lamanmi, yosh qiz bo'lamanmi, bu meni ishim, moyo дело. Xohlasam TikTokda o'tiraman, xohlasam Facebookda o'tiraman, xohlasam Instagramda o'tiraman, xohlasam YouTube'da o'tiraman. Bu meni ishim. Hech kimga tegayotganim yo'q. Menga tegishinglarni hojati ham yo'q, salim, xo'pmi jonlarim. Men hamma bilan chiroyli gaplashaman. Negativ menga kerak emas. O'ylamanglar, Gulnora lo'q xotin ekan deb o'ylamanglar. Xotiningni sug'urib olaman, tushundingmi? Men yaxshiga yaxshi, yomonga yomonman. Meni eshitayotgan bo'lsa, lichkada yozgan o'sha itdan tarqagan bitta iplos bolaga shu gapim. Har xil gaplar yozsan, indayotganim yo'q. U bir marta ham aytuvdim senga. 2-3 oy oldin yana bitta senga video chiqargan edim. Hech ham sen to'xtamayapsan. Lekin yaxshilik kutma, xo'p, assalom. Men bilan o'ynashma. Sen ular bilan o'ynashmaysan. Sen meni bilmaysan qanaqaligimni, xarakterimni. Bilasanmi shuni? Ma'lum, ha qilib o'tirganimga qarama. Xo'p shakarim. Yomon qilaman, lekin yomon qo'raman, aytib qo'ydim senga. Hech kim bilan men yomon gapirmayman, hech kimga, hammaga yaxshi gapiraman. Hech kim bilan, lekin menga teganga men yomon qilaman. Chunki men unaqa birovning dilini bekorga og'ritmayman. U sabab bo'lib qolsa, qichupatimga tegsa, tegishi mumkin. Atak hech kim bilan ishim yo'q. Men ko'rayotganlar biladi ancha yildan beri. Yaxshiga yaxshi, yomonga yomonmiz. Xo'p jonim. O'zingni yo'lingda bilib yur. Mendan kichkina patsan bola ekansan. Nima qilasan, nervimni biz har xil gaplar yozib yurib. Xo'p assalom, yaxshi gapiryapman. So'kmayman ham, urushmayman ham. O'zingni yo'lingda ket, omading bersin. Menga nervimga tegib har xil jinni anaqa SMSlar yozma. Blok qilaman, boshqa profildan yozasiz. Bu men 16 yashar qiz emasman, bolam 3 ta navaram bor meni. Xo'p assalom. Ana qichuv xotinlarga gapirasan, qichuv qizlarga gapirasan bu gaplaring. Strelka, tabaki, yangi yo'li tabakisi bossa. Rasa to'ygaman tabakilarga, xo'p jonim. Keyingi safar birinchisida indamadim, ikkinchisi mana bu, uchinchisida oting, familiya, rasmingni qo'yib qo'yaman. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar, gap egasini topib sog' bo'linglar, jonlarim, sizlarni sevaman. Ba'zi bir iplos bolalarga deb bu gapim, xo'p. Og'izdan qoni kes.